Bir qarashda esda qoladigan va e'tibor tortadigan kafe-restoranlarning siri nimada? Albatta, to'g'ri tanlangan interyer dizaynida. Assalomu alaykum. Bugun biz jamoat joylari dizaynidagi muhim jihatlarni ko'rib chiqamiz. Restoran va kafelar dizayni mijozning kayfiyati, u yerda vaqt o'tkazishi va hatto qayta kelishiga bevosita ta'sir qiladi. Professional dizayner ishlagan jamoat joylari odatda zonalarga bo'linadi, chunki bu funksionallik va estetikani tartibga solish uchun kerak. Qabul va kirish zonasi, kutish zonasi, umumiy ovqatlanish zonasi, VIP, ya'ni maxsus mehmon uchun zona va restoran formatiga qarab bolalar zonasi bo'lishi ham mumkin. Har bir kafe yoki restoran dizayni konsepsiyadan boshlanadi. Bu joy kimlar uchun? Yoshlar, oilaviy yig'inlar, biznes uchrashuvlar yoki tez ovqatlanish uchunmi? Mijozlar sirkulyatsiyasi qanchalik tez bo'lishi ko'zda tutilgan, ya'ni uzoq vaqt taomlanish yoki stollarni tez bo'shatib, tez band qilish kerakmi? Bu keyinchalik sizni yana xarajatga qo'ymaydi. Fast food sodda, yorqin, tez xizmatga mos. Oilaviy restoran iliq ranglar, qulay joylashuv. Premium restoran kam rang, sifatli material, sokin muhit. Fast food muassasalarida ranglar faol va yorqin bo'lishi kerak. Qizil, sariq, to'q yashil kabi ranglar energiya beradi va tezkor muhit yaratadi. Bunday ranglar mijozni uzoq ushlab turmaydi, balki tezkor xizmat va mijozlarning tez almashishiga yordam beradi. Restoranlar uchun rang tanlovi boshqacha yondashuvni talab qiladi. Bu yerda ranglar sokin, muvozanatli va ko'zni charchatmaydigan bo'lishi muhim. Bej, jigarrang, yog'och va yumshoq tabiiy ranglar qulaylik va ishonch hissini beradi. Premium restoranlarda ranglar soni kamaytiriladi. Kam rang, sifatli material va yumshoq yoritish muhitni yanada nafis ko'rsatadi. Ranglar muassasaning formatiga mos tanlanganda dizayn nafaqat chiroyli, balki samarali bo'ladi. Yana bir e'tiborga olish kerak bo'lgan element bu yoritish tizimidir. Stol ustidagi yorug'lik yumshoq bo'lishi kerak. Umumiy yorug'lik esa yetarli, lekin sovuq bo'lmasligi kerak. Dekorativ chiroqlar muhitni to'ldirib turadi. Noto'g'ri yoritish hatto chiroyli dizaynni ham jozibasiz qilib ko'rsatadi. Mebellar dizayni qulaylikka xizmat qiladi. Stollar orasidagi masofa erkin harakatlanish imkonini beradi. Professional dizaynda detallar katta rol o'ynaydi. Shovqin yutuvchi materiallar, oshxona hidini izolyatsiya qilish, musiqani ovozini to'g'ri sozlash kerak. Mukammal dizayn qilingan restoranlarda aniq konsepsiya, to'g'ri rang va yorug'lik, qulay mebel va uning joylashuvi bo'ladi. Bularning natijasida esa har qanday mijoz o'zini erkin his qiladi. Professional dizayn bu shunchaki tasodif emas, bu oldindan o'ylangan maqsadli yechimdir.